Assalomu alaykum. Super TV Andijon muxlislari. Men Sarvinoz. Bugun ko'rsatuvimizda muxlislarimizdan g'olib futbolistlarimiz haqidagi fikrlarini bilmoq niyatidamiz. Shu sababdan hozir mikrofonimiz qarshisiga futbol muxlislarini jalb qildik. Assalomu alaykum. Futbolga qiziqasizmi? Albatta. Sizga qaysi komanda yoqadi? O'zbekistonning komandasida Andijon komandasi yoqadi. Yaqinda 17 yoshlilar orasida bo'lgan chempionatda bizning futbolchilarimiz g'olib bo'lishdi. Shu haqida fikrlaringiz? O'zbekiston 17 yoshlilar to'g'risida futbolda Osiyo chempioni bo'ldi. Ularga kelgusidagi marralari uchun qanday tilaklar bildirasiz? Endi O'zbekiston 17 yoshlarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Endi ularda jahon chempioni bo'lishlariga ham tilakdoshiman. Tilaklar uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Siz futbolga qiziqasizmi? Albatta. Siz qaysi komandaga muxlislik qilasiz? Barselonaga. Barselona qoyil. O'zimizni futbolchilarimizdan kim yoqadi sizga? O'zimiznikidan ko'p ko'rmayman, to'g'risi. Oxirgi bo'lgan chempionatni ko'rdingizmi? 17 yoshlilar orasida o'tgan chempionatda bizning futbolchilarimiz g'olib bo'lishgandi. Ko'rmadim endi. Ko'rmadingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Ahmadullo. Futbolga qiziqasizmi? Men Qaysi komanda sizga yoqadi? Real Madrid. Aynan qaysi futbolistlarga qiziqasiz? Cristiano Ronaldo. O'zimizning futbolchilarimizdan kim sizga ko'proq yoqadi? Fayzullayev. Bilasiz, bugungi kunda futbolistlarimiz juda ko'p marralarni zabt etishmoqda. Ularga kelajakdagi tilaklaringiz? Jahon chempioni bo'lishsin. Fikrlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Abdullon. Futbolga qiziqasizmi? Sizga qaysi komanda yoqadi? Real Madrid. O'zimizning o'zbek futbolchilaridan kim sizga yoqadi? Abduqodir Husanov albatta. Yana kimlar sizga yoqadi? Abbos Fayzullayev. Bilasiz, bugungi kunda futbolistlarimiz juda ko'p marralarni zabt etishmoqda va juda ko'p yutuqlarga erishmoqda. Ularga kelajakdagi tilaklaringiz qanday? Omadini bersin. O'zbekiston bayrog'ini yanada balandlarga olib chiqsin. Shu. Javobingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Damir. Futbolga qiziqasizmi? Futbolga qiziqamiz, ha? Sizga qaysi komanda yoqadi? Barselona. O'zbek futbolistlaridan kim sizga yoqadi? Eldor Shormurodov. Bugungi kunda futbolistlarimiz juda ko'p yutuqlarga erishmoqda. Qaysi komandalarni o'yinlarini sevib tomosha qilasiz? Men faqat Yevropa futbolga qiziqaman. Shu yerda Barselonaga qilaman. Yaxshi, o'zimizning futbolchilarimizga tilaklaringiz? Omad mana shu yili hamma O'zbekiston futbolchilari hammasi уже rivojlanib, hammasi Yevropada o'ynayapti. Misol Man City'ga o'tishdi, hamma Yevropa futboli уже zavayovat qilishyapti-da, уже shunga omad hammasiga anaqa. Уже jahon chempionatiga ham chiqyapmiz, mana Xudo xolasa. Hammasiga yaxshi, lekin omad hammasiga. Javobingiz uchun katta rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Ismim Sarvar. Husanov Ali. Futbolga qiziqasizlarmi? Qaysi komanda sizlarga yoqadi? Milan. Arsenal. O'zimizning futbolchilarimizdan kimlar sizlarga yoqadi? O'zimizdan Shomurodov bilan Abbos Fayzullayev. Husanov bilan Shomurodov. Bilasizlar, bugungi kunda juda ham ko'p marralarni zabt etishyapti. Aynan o'sha o'zbek futbolchilari va ulardan qaysi komandalarning o'yinlarini sevib tomosha qilasiz? Ulardan Roman o'yinlarini ko'p turaman, keyin CSK'ni ham ozgina. Romani o'zinikini ko'raman. Futbolchilarimizga kelajakdagi tilaklaringiz? Omad tilab qolamiz, boshqa nima tilaymiz? Omad, g'alaba tilaymiz. Rahmat katta javobingiz uchun. Xayrli kun. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Odina, Mushtari. Futbolga qiziqasizlarmi? Ha. Yo'q. Sizga qaysi komanda ko'proq yoqadi? Barsa. Real Madrid. Bilasizlarmi, bugungi kunda futbolistlarimiz, o'zimizning O'zbekiston futbolistlari ham juda ham ko'plab marralarni zabt etishyapti, chempion bo'lishyapti. O'zimizni futbolistlarimizni qaysi o'yinlarini sevib tomosha qilasiz? Abduqodir Husanovni, Abbosbek Fayzullayevni. Ularga kelajakdagi tilaklaringiz?
Bos. Aka dushi bosiladi. Bundan yaxshiroq o'yinchi bo'lsa, katta komandalarga o'tishga nasib etsin. Javobingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ismim Sarvinoz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Hikmatulloh. Futbolga qiziqasizmi? Yo'q.